Bir odam namoz o'qib turib ham Allohga bog'lanmagan bo'lishi mumkin. Haj qilyotib ham Allohga bog'lanmagan bo'lishi mumkin. Roza tutayotib ham Allohga bog'lagan bo'lmasligi mumkin qalbi. Bu shioriy ibodatlar deyiladi. Jasadimiz bilan qiladigan ibodatlar, islom shiorlari. Ammo buni orasida shahvatlar turgan bo'lsa, ma'siyatlardan qilib turgan bo'lsang, gunohlarni tark qilmagan bo'lsang, demak, sen uchun Allohdan ko'ra shahvatlarning ustunroq ekan. Qaytarib aytamiz. Roza tutishi mumkin, haj qilishi mumkin, namoz o'qishi mumkin, sadaqa zikr qilishi mumkin. Shularni qilib turib, yana gunohlardan tiyilmayotgan bo'lsa, demak, gunoh bu odam uchun, shahvat bu odam uchun Allohdan suyukliroq ekan. Bu odam Allohga qarab yurgan solih yuruvchilardan emas. Alloh bu narsalarda hammasidan aziz bo'lish kerak. Sen uchun.